2. bab. Şuna, haqiqatdan yiroqlashib ketmasligimiz uchun anlagan haqiqatda texmu chin turishimiz kerak. Farishtalar orqali Musa payg'ambarga yetkazilgan Tevrat qonunining haq ekanligi isbotlangan. Ham shu qonunga xiloflik qilganlar yoki itoat qilishga sal qarag'anlarning hammasi tegishli jazosini tatgan. Shundoq ekan, shuncha ulug' qutqizilishga ko'z yumsaq, qandoqmi shu jazodan kechib qutula olamiz? Qutqizilish xabarini dastlabda Rabbimiz uqtirgan. Uni bevosita ang'anlar bu qutqizilishning haqligi to'g'risida bizga guvohlik bergan. Xudo ko'rsatgan har xil mo'jiza, karomat va qudratlik ishlar shundoqla o'z irodasi bo'yicha e'tiqodchilarga muqaddas ruhning hajillarini ato qilish orqali buningga guvohlik berdi. Men davatqan kelgusi dunyoni Xudo farishtalarning boshqarishiga o'tkazib bergani yo'q. Bu haqda muqaddas yozmaning bir yerida mundaq guvohlik berilgan. Ey Xudo, odam nemiti, sen uningga shuncha g'amxo'rlik qilg'udak. Odam bolasi nemiti, sen uningga shuncha ko'ngil bo'lgudak. Garchi uni farishtalardan biroz tuvan qilgan bo'lsangmi, shon sharaf va hurmat tojini uningga kiydirib, barliq mavjudotlarni uningga tiz puktirding. Barliq mavjudotlarni uningga tiz puktirding degini, hech qanday narsa uning boshqarishining sirtida emas deganlikdir. Biroq barliq mavjudotlarning uningga tiz puktirilganini texi ko'midik. Lekin hozir biz o'zini qurbon qilish sababidan shon sharaf va hurmat toji kiydirilgan Ayso Masihni ko'rdik. U Xudoning mehr shafqati bilan butkul insonlarni deb bir mezgil farishtalardan töven qilinib, o'limning ta'mini tetidi. Butkul mavjudotni o'zi uchun va o'zi orqali yaratgan Xudo nurg'un farzandlarni o'zining shon sharpidan bahramon qilish uchun ularni qutqizilishga elib boruvchi Ayso Masihni azob oqibat orqali kamolatga yetkazishni muvofiq ko'rdi. İnsanlarni pok qiluvchi Ayso Masih bilan pok qilingan insonlar hammasi bir otidindir. Shuning uchun Ayso Masih ularni qarindosh deyishdan nomus qilmay, xuddi muqaddas yozmalarda yozilgandek Xudoga nomingni qarindoshlarimga jakarlayman. Jamoatchilik ichida seni qo'shoqqa ketib matilayman degan. U yana men sana ishinaman va qaranglar, mana men bu yerda Xudo menga ato qilgan farzandlar bilan billa degan. Farzandlarning teni go'sht bilan qonning gavdasi bo'g'ashqa, Ayso Masihmu shu farzandinikiga o'xshash gavdida bo'ldi. Bunda qilishdan maqsad u o'z o'limi orqali o'lim huquqini tutgan shaytonning kuchini bekor qilib, ömür bo'yi o'lim qo'rqinchining quli bo'lganlarning hammasini ozodlikqa erishtirish uchun edi. Nihoyatda ro'shanki, Ayso Masih farishtalarga emas, İbrahimning avlodlariga yordam berishga keldi. Shunga u har jihatdan qarindoshlarga o'xshash bo'lishi kerak edi. Shundoq bo'lganda u Xudoning xizmatida rahimdil
və sadıq baş ruhani olub, insanların günahlarını, Xudanın keçirişigə iliştirdiğən qurbanlıqni berələtdi. O, sınaqlarını öz beşidin keçirib, azab çəkkəşkə, sınaqlağı duç kəgəlləgə yardəm berələydi.